Germaniya Friedrich Naumann Erkinlik fondining qo'llashi bilan O'rta Osiyoning ko'rsatkichi tadqiqot markazi O'rta Osiyoda yana Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston va Turkmanistonda 2017-yildan hozirgacha ilib borgan tekshirish va ra'y sinash natijasi asosida O'rta Osiyoning Xitoy va Xitoyning bu rayondagi ta'siri bo'lgan jamoat fikri nomli maxsus doklad e'lon qilgan. Bu doklad Xitoyning O'rta Osiyodagi harakati va ta'sirini bilishga muhim töhfə qo'shdi deb qaralmoqda. Tadqiqotchilar yerlik kishilarning Xitoy tutgan pozitsiyasi va tunish haqida ko'plagan sonliq ma'lumotlarni to'plagan. Dokladda Xitoyning iqtisodiy hamkorlik va ul asla turlaridan tartib siyosiy va madaniyat ta'sirchi bo'lgan harakatlari tilga olingan. Bu dokladni hozirlash qatnashgan tadqiqotchilardan Angliya Kent universiteti siyosat va xalqaro munosabatlar fakultetining tadqiqotchisi Frank Marakion radiomiz ziyoratini qabul qilib bu doklad haqida tafsil uchur berdi. U mundaq dedi. The study is a report on a quantitative analysis of public opinion in Central Asia on China. It takes data from 14 waves of public opinion surveys. Bu doklad O'rta Osiyodagilarning Xitoy to'g'risidagi jamoat fikrini to'plash, sonliq ma'lumotlarni ilmiy usulda tahlil qilish orqali o'ttirib qo'yilgan bir tadqiqot dokladi. Shundaqla O'rta Osiyoning ko'rsatkichi nomli tadqiqot markazining 14 turlik jamoat fikrini tekshirish uchun o'ttirg'i chiqqan bir dalil xarakterlik material. O'rta Osiyodagi 5 davlatda, ya'ni Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistonda tekshirish olib berildi. Tekshirishimiz yerlik tillarda va rus tilida olib berildi. O'rta Osiyoning Xitoyga qarta jamoat fikrining burun deyilgan qaraganda texmi murakkab ekanligi ma'lum bo'ldi. O'rta Osiyoning Xitoyga bo'lgan jamoat fikri vaqtning o'tishiga ergishib o'zgargan bo'lib, bu bizning tub jihatdan bayqashimiz hisoblanadi. Ilgari Xitoyga yomon qaraydigan davlatlarda, masalan, Qozog'istonda Xitoy faoliyatlari haqida so'ralgan savollarimizning ba'zisiga Xitoy haqida ijobiy fikrlarni o'tirib qo'ydi. Yana bir jihatdan ilgari Xitoyga yaxshi ko'zda qaraydigan davlatlarda, masalan, O'zbekistonda Xitoyga qarta jamoat fikrining salbiy bo'lib o'zgarganligi o'tirg'i chiqdi. Of the questions that we asked, while in countries where public opinion was much more positive in the past, for example, Uzbekistan, the recent waves have shown a much more negative. Yangi Dehlidagi Jawaharlal Nehru Universiteti Xalqaro tadqiqot fakulteti O'rta Osiyo tadqiqot markazining o'qituvchisi professor Mahesh Ranjan Dibata bu dokladning mazmun va ahamiyati haqida so'z qilib mundaq dedi. The report on Central Asia's public opinion in China is a very interesting one. In fact, this is the one of its kind of such a huge 67-page report for the first time being brought into the notice of the readers, scholars, and experts. Xitoyga bo'lgan jamoat fikrining o'zgarishi to'liq qisqarlik hadisi. Mana endi 56 betlik cho'ng doklad tunç qatim o'tirib chiqib, o'qirmanlar, olimlar va mutaxassislarning diqqatiga sunildi. Amaliyotda ilgari O'rta Osiyoning Xitoyga bo'lgan jamoat fikrini bayon qilgan kichik doklad va qisqa xabarlar mavjud edi. Men bu dokladga deyilgan Qozog'iston, Qirg'izistondagi Xitoy ishchilarining ishga o'rnatishiga munosabat masalalar va O'rta Osiyoning Xitoyga bo'lgan jamoat fikrining o'zgarishiga sabab bo'lgan masalalarga qo'shilaman. Ya'ni fikrim ular bilan birdek. Focus on the Central Asian public opinion in China. And as far as the issue on the respondents from Kazakhstan and Kyrgyzstan with regard to the employment of Chinese workers are concerned, I agree with those reports. O'rta Osiyoning ko'rsatkichi nomli bu tadqiqot markazidan qilgan bu dokladda mundaq deyilgan. Bu tadqiqotda Qozog'iston va Qirg'izistondan qatnashgan kishilar Xitoy ishchilarining Qozog'iston va Qirg'izistonda ishga urilishiga qat'iy qarshi turdi. O'zbekistondan fikr bergan kishilar Xitoyning O'zbekistonga mablag' solgan turlarida Xitoy ishchilarining ishlashiga borgansiri ko'p qarshilik ko'rsatmoqda. Madaniyat va diniy omillar, bo'libmi kishilik huquq va Xitoydagi osonliq millatlarga muomala kishilarning Xitoy haqidagi tunishini shakllantirishga ta'sir ko'rsatgan. Qozog'istonlik qonunshunos professor Shoymardan Sharipov radiomizning ziyoratini qabul qilib, bu dokladda o'tirib qo'yilgan fikrlar haqida mundaq dedi. Men bu dokladda O'rta Osiyoning Xitoyga va Xitoyning bu rayonga bo'lgan ta'siri haqida o'tirib qo'yilgan jamoat fikriga qo'shilaman. Xitoy ishchilarining Qozog'istonda ishga o'rnatishishi, Xitoy shirkatlarining ish bergan yerlik xalq va Xitoy ishchilariga farqli muomala qilishi, Sharq Turkiston davom qilayotgan inson haqlari dafsandichiligi va irqiy qirg'inchilik Qozog'iston xalqining Xitoy qarata
jamoat fikrining shakllanishiga va o'zgarishiga sababchi bo'lgan asosli omillardir. Xitoy ishchilari bilan Qozog'istonning korxonalarda ishlayotgan ishchilarning oralig'idagi maoshni to'lashdagi ayrimchiliklarga bog'liq. Ularning ijtimoiy ahvolidagi ko'rinishlar Xitoyning ishchilariga nurg'unaroq ijtimoiy mumkinchiliklar, Qozog'iston ishchilariga ozroq ulardan pastroq ularning martabasini tutish masalalari yo'q emas bor. Endi bayqi Xitoy Xalq Jumhuriyatidan Qozog'iston bilan O'rta Osiyoga kelayotgan Xitoyning shu iqtisodiy masalalar bo'yicha akayotgan, qurayotgan korxonalari, cho'ng ishlarini egallash masalalari va boshqa shunday mahkamalarni selib iqtisod maqsadida ishlab chiqarish, mahsulotlarni chiqarish masalasidagi kelayotgan Xitoy ishchilari, Xitoy kadrlarining kelishiga norozilikning yana bir ko'rinishi albatta bu Sharqi Turkistondagi ahvol. Yo'q emas, u asosiy bir sabablardan deyishga bo'ldi. Nimishki desangiz, u yoqda bayqi Xitoy Kompartiyasining tarafidan bo'layotgan turli qismgarchilik, bayqi irqiy qirg'inchilik bo'layotgan kishi inson huquqining dafsandichiligi masalalariga bog'liq o'z qarindoshlariga bo'lgan ittifoq, ashlar uchun ko'yinish, qarindosh millatlar uchun og'irnish masalalarini bu ko'z qarashlarning ichida bor, yo'q emas. Albatta shu jihatdan bayqi qarshiliklarning, noroziliklarning o'dishi, kuchayishiga sabablik bo'layotgani rost. Yevroasiyo mutaxassisi va O'rta Osiyo tushunchisi maslahatchilik shirkatining qurg'uvchisi doktor Victoria Clement O'rta Osiyoning Xitoy haqidagi jamoat fikri nomli bu dokladning yangi o'tirib chiqqan tadqiqotchi va analizlar uchun foydalanishga tegishli qimmatli bir manba ekanligini ilgari surdi. U mundaq dedi: Meningcha, O'rta Osiyoning Xitoy haqidagi jamoat fikri haqidagi bu doklad bu rayonga qiziqadigan barliq tadqiqotchi va analizchilar uchun foydalanishga tegishli muhim bir manba. O'rta Osiyoning ko'rsatkichi bo'lsa, O'rta Osiyodagi xalqlar orasida ray sinash elib borgan osondagi tadqiqot markazlarining biri bo'lib, ularning bu dokladi muhim qimmatga ega. Bo'libmi, O'rta Osiyoning ko'rsatkichining uchur elish intayin qiyin bo'lgan Turkmanistonda tadqiqot elib berishi alayda diqqat qilishga arziydi. Menchimi etnik kimlik Qozog'iston bilan Qirg'izistonning Xitoy haqidagi jamoat fikrini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Qozog'iston bilan Qirg'izistonning Xitoy bilan chegaralanishi va Xitoyda ular bilan o'rtaq etnik millatlarning bo'lish sababidan Xitoyga qarta sezgirlik kuchaydi. Qadrli radio anglag'uvchilar, bu programmani Washingtondan Uyg'ur tayyorladi.